Shirin Abdullayevaning otasi yig'lab qizini yodga oldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida like bosishni unutmang. Zero yaxshilikni qilguvchilar uni tarqatguvchi hamdir. Shirin Abdullayevaning otasi Bahodir Abdullayev yig'lab gapirdi. Bu kunni dushmanimni boshiga ham tushmasin deb qolaman. Farzand dog'i juda og'ir ekan. Mani sindirib qo'ydi. Ta'ziyadan so'ng biz oilaviy qizlarim va kuyovlarim bilan birga Saudiya Arabistoniga ketdik. Ziyorat qilib qaytdik. Qizimning o'qiyotgan Sinxua universiteti bizni Xitoyga chaqirdi. Xitoyda qizimni nomini abadiylashtirish uchun Shirin nomli xayriya fondi uyushtirishdi. Alloh taolo shunaqa qiz bergan ekan, biz bilmay qolibmiz. To'lib ketdim, toshib ketdim. Shunaqa farishta qizimiz borligidan onasi bilan faxrlandik. O'zimni yeb qo'ydim. Qattiq qo'l ota edim. Xohlagan ishini qilishga qo'ymas edim. Farzandlarni ko'p erkalatishni bilmayman. Qattiq turganman. Bu ta'ziyadan keyin o'zimni o'zim yomon ko'rib ketdim. Mana shu og'ir kunlarda hamdardlik bildirgan 12 viloyatdan kelgan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hech kimni boshiga tushmasin. O'zimni yo'qotib qo'ydim. 4 ta opasidan farq qilardi Shirin qizim. Hech qachon urushganimda ham qovog'ini solmagan ekan. Joylari jannatda bo'lsin. Qizimni 13 kun komada yotgan bo'lsa-da, qo'limizdan kelganini qildik. Hatto jonimni ham berishga tayyor edim. Rozi edim barchasiga. Ammo Allohning irodasi ekan, ojizlik qildik. Olib qola olmadik. Mingdan ming roziman. O'sha kunlarda Germaniyadan, Xitoydan, Rossiyadan samolyotlar tayyor turgan edi. Ular professorlarni olib kelib qizimni ko'rsatdik. Ammo iloji bo'lmadi. O'zimizda 16-gor больница shifokorlari shunchalik o'z ishining ustasi ekan, hattoki chet el shifokorlari ham tan berib ketishdi. Shu fursatdan foydalanib 16-больница shifokorlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ular xuddi o'z qizlariga qaragandek qarashdi. Qabristondagilar xizmat qilganlar aytishdiki, bunaqa insonni ko'rmagan edik. 19 yil yashagan bo'lsa-da, qanchadan qancha odamlar kelib qizingizning qabrida yig'lab qaytishyapti. Biz hayratdamiz deyishdi. Men o'ylaymanki, qizim hali hamon tirik va u oramizda barchasini ko'rib turibdi. Qo'limizdan nima kelsa qildik. Allohning irodasidan ustun kela olmaymiz. Qizimning joylari Firdavs jannatlarida bo'lsin. O'zimni qo'lga olishga majburman. Katta korxona va oilam menga suyangan, deb qoladi Bahodir Abdullayev. Bahodir Abdullayev oilasiga va Shirin Abdullayeva xotirasi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.